Keling, bugun tarixga yuzlanamiz. Tarixdagi eng dahshatli narsalar haqida gaplashamiz. Bu hikoya afsona emas, bu yerda uydirma yo'q, bu insoniyat o'zi qilgan ishlari haqida. Bugun siz jinlar yoki arvohlar haqida eshitmaysiz. Bugun siz haqiqatni eshitasiz. Aynan shu narsa eng qo'rqinchlisi bo'ladi. Auschwitz o'lim fabrikasi. Auschwitz bu qamoqxona emas, bu odamni yo'q qilish uchun qurilgan tizim edi. Poyezdlar kelardi, odamlar tushardi, keyin saralash boshlanardi. Kim ishlay olsa hozircha tirik, qolganlar esa darhol o'limga. Gaz kameralariga odamlar dush deb olib kirilgan, eshik yopilgan, so'ngra siklon B tashlangan. Bu hasharotlarga qarshi kurashuvchi kimyoviy vosita bo'lgan. Aniqroq qilib aytsam, asl nomi siklon B. Dastlabki maqsad esa bit, burga va boshqa zararkunandalarni yo'q qilish. Omborlar, kiyimlar va binolarni dezinfeksiya qilishda foydalanishgan. U sianid kislotasi, ya'ni vodorod sianid ajratadigan granulalar shaklida bo'lgan. Ochiq havoda tez tarqaydi, yopiq joyda esa juda xavfli bo'lib qoladi. Bir necha daqiqa, mana shuni o'zi yetarli. Va bu vaqt ichida yuzlab hayot tugagan. Bu yerda shifokorlar ham bor edi. Ular kimni davolash uchun emas, kim qachon o'lishini aniqlash uchun ishlagan. Bu yashirin jinoyat emas edi. Bu davlat tomonidan rejalashtirilgan ish edi. Unit 731 Ilm niqobidagi jin. Yaponiya armiyasi savol berdi. Kasallik insonni qanday o'ldiradi? Javobni hayvonlardan emas, insonlardan izlashdi. Unit 731 maxfiy baza. Bu yerda odamlar laboratoriya buyumiga aylantirildi. Kasallik yuqtirildi, jarohatlar qilindi, sovuq va og'riq chegarasi tekshirildi. Bularning barchasi bitta sabab bilan, natija aniq bo'lishi kerak edi. Bu ishni qilganlar o'zlarini qotil deb bilmas edi. Ular o'zlarini olim deb hisoblagan edi. Jack the Ripper, nomi yo'q qo'rquv. 1888-yil, London. Qotilliklar tasodif emas edi. Ular ketma-ket va aniq edi. Qurbonlar tanlangan, joylar tanlangan, harakat tez va sovuqqon bo'lgan. Shuning uchun odamlar qo'rquvga tushdi. Chunki bu telba emas, bu reja bilan harakat qilgan inson edi. Qotil esa topilmadi, ammo qo'rquv tarixga muhrlandi. Tuskegee davolamaslik jinoyati. Bu yerda qon yo'q, qichqiriq yo'q, lekin odamlar baribir o'ldi. Splinkiz kasalligiga chalingan erkaklar bor edi. Davosi ham bor edi, lekin dori berilmadi. Shifokorlar kutdi, kuzatdi, yozib bordi. Sababi esa oddiy. Kasallik oxiri nima qiladi? Bu tajriba 40 yil davom etdi. Bu vaqt ichida sukunat ham jinoyatga aylandi. Holodomor, ochlik orqali jazolash. Don bor, ammo olib qo'yildi. Qishloqlar yopildi, odamlar qamalda qoldi. Ochlik asta-sekin keldi. Avval kuch, keyin umid, oxirida esa hayot ham ketdi. Bu ofat emas, bu qaror edi. Millionlab insonlar o'ldi. Ovqat yo'qligidan emas, olib qo'yilgani uchun. To'g'ri, bu sizlarni qo'rqitadigan mistik hikoya bo'lmadi, ammo baribir bu eng dahshatli hikoya bo'ldi. Chunki tarix shuni ko'rsatadiki, inson qo'liga kuch berilsa, u ba'zan jahannamni yerda yaratadi.